Salom ola, bugun sizlar bilan o'sha Said Gamer o'rtoqlar. Yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Короче, o'rtoqlar, to'xtab turinglar, kamerani tuzatib olaylik. Bo'ldi o'rtoqlar, men eski qishloqimdan haydalib ketdim. Mana yangi qishloqqa keldim. 15-qishloqda. 15-qishloq bu oldi cho'l ekan, u tomoni oddiy biyom ekan. Qani betamerni uyi, u yaxshi ekan qishloq. Hamma har xil fermerlar bor ekan. Yaxshi, mana majda bo'lsa kerak menimcha. Mana meni. Taq kirishga mumkinmi? Kiring! Assalomu alaykum. Siz mer bo'lasizmi? Men merman. Tajriba nima kerak? Men birinchi marta ko'rishib. Men hozir keldim bu yoqdan. Eski qishlog'im to'g'ri yangi keldim deb edi. Menga uy bera olasizmi? Uymi? Hozir ismingiz nima o'zi sizni? Meni ismim Said Gamer. Qisqartmasi Said deb chaqirishingiz mumkin. Yaxshi, demak. Endi uy masalasiga keladigan bo'lsak, hozircha uylar yo'q, bitta uy bor, hech kim yashamaydi lekin unda. Qanaqa uy ekan? Bu fermasini rishotkalangan uy. Rishotkalangan? Uni aytma. O'shanda o'ndaganchi. Xo'p, o'shanda oldin bosirda holat yotdi. O'sha uy bog'iga xolasiz, tekinga olib beramiz. Tekingami? Yaxshi. Mayli, men bitta ko'rib chiqaychi. Men arzon chiqaray o'sha yerda. Bo'ldi, rahmat. O'rtoqlar, уже uy topdim men. Menimcha mana bu bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi, tashlandi uy, mana aytma. Xuddi o'zi. Bitta 5 yildan beri hech kim yashamaydi deyishgan. Va bunda ichida har xil bolalarning ovozi eshitiladi deyishgan. Nima? Bolalarning ovozi va 5. Siz Amerikaga ishonasizmi? Ketib qoldim. Ertalarga ishonar ekansiz. Rosti, mana rishotga va mana o'sha uy o'rtoqlar. Qaytaymi o'rtoqlar uyda? Manachi. Rostdan ham 5 yildan beri hech kim yashamasa kerak bu yerda. O'rtoqlar, uyda chuna qaranglar. Yaxshi, bu tomonlar, tashqi bloklar yaxshi, lekin mana bu yerlar esa, sasib ham ketibdi o'rtoqlar. Lekin ferma menimcha mana shu uyda egasiga tegishli bo'lsa kerak bu ferma ham. Mayli. So'b menga resurslar qaydan berishar ekan, merdan so'rab ko'raychi. Qalaysiz, yaxshimisiz? Kibir shikilli o'rtoqlar bitdinglar. Sal o'shanaroqmi? Tom ketganroq. Kirishga kiring. Assalomu alaykum, mer. O'sha uyda ko'rib chiqdim. Uni yaxshi-yu, nima? Hozir ikkita jitillardan eshitib qolsam, 5 yildan beri hech kim yashamaydi, u tashlandi uy. Har xil ovozlar eshitiladi-da, shu rostmi? Nima, har xil ovozlar eshitiladi-yu. Yashasa bo'ladi. Resurslaringiz bormi sizni? Hozir oldimda yo'q meni. Resurslar qayerdan olsam bo'ladi? Shunaqadan yaroqchi. Resurslar o'rmondan daraxt chopsam bo'ladimi? Bo'ladi, faqat ichki o'rmondan choping, tashdan chopmang. Bo'ldi, rahmat. Men ham qurumsoq shikilli. Birorta instrument yo'q. U yerda o'rmon bor ekan, ketdi. Qalaysan bo'lchaqashimsan? Yaxshi, yo'lingizdan qolmang. Muomalangga sen aytdim. Kim tarbiya bergan bunga? Qarasam bo'lmaydimi? Tarbiya buzilib ketgan. Men o'zim o'rtoqlar, men yaxshi bo'laman. Mashdan chopsa bo'ladi. Tashmas bu. Men bilmaydim. Fermer aytdi lekin ichidan, fermer deymani. Mer aytganda ichidan tosh choping deb, men tashdan chopyapman, onangning biri. Tashdan chopyapman. Ich bola qilmaydi. Chunki men mehmonman, menga mojna. 6 ta yetadi o'rtoqlar, ketdi.
Jitilam kam ekan, bildilarmi o'rtoqlar? Cho'ta nimadir bor deyapti. Saltom ketgan, romi, bitta gaplashib ketib turgan vaqtida xohlagan payti ketib qolgan o'rtoqlar. Bilmadim bular qanaqa bitta verstak. Bitga qo'yib turamiz. Mana bu tosh kerak bizga. Tosh qayerdan topsak bo'ladi. Mayli, ketdi u tomondan chopaylik. To'g'roq shaxtadan perstasini olamiz. Nima edi shaxtamikan? Yo'q. Katta shaxta borgan qidirish kerak. Adashmasa mana cho'l tomonlarda bor desa mana. Mana o'rtoqlar topdim. Mana shu yerdan tosh qo'lab olamiz biz. Tak. Shunda metan kisal ko'proq ekan. O'rtoqlar, menga sal yoqmay turibdi bu qishloq. Sal boshqacharoqmi, jitilari ham bir kamroqmi? Kamroq degani u aqli kamroq o'rtoqlar. Gaplashib turgan paytimiz xohlagan payti ketaverdi. Bu jinnilik alomati-da. Endi orqasidan yomon gapirishmas-ku. Короче, o'shanaqa короче. Oxiri yaxshi bo'lsa bo'ldi tag'in. Qishloq ham yoqmay turibdi. Tem bo'lib meni uyim haqida qanaqadir nimalar cho'pchaklar yuribdi. Rost bo'lmasa bo'ldi shul o'rtoqlar bu narsa. Agar rost bo'lsa, voy bilan nima bo'ladi o'rtoqlar? Yana bu qishloqdan ham ketaman mayga. Menga qo'yib, bitta mana va bitta bolta, bitta kirkani bo'ldi o'rtoqlar. Men resessorlarda yeb oldim, ketdi mana bu tozalaymiz. Ishqvano gaplar rost bo'lmasa bo'ldi o'rtoqlar. Agar rost bo'lsa pishdim-da. Qani yashab ko'raylik-chi bir kun nima bo'lar. Ovozlar eshitilmas menga. Bu ertaga o'rtoqlar. Shu ertaga qishloqlik ishonar ekan. Bilmayman nima bu. Ishonadi. Bo'ldi. Tak, ana. Ujuga kiraylik. Dina. Вообще o'rtoqlar hidi yashab bo'lmaydi. Atmosfera berish kerak uyga jinni. Kiramda ham buzordim. Eshik ochib tursin jinni. Tak bo'ldi. Gilamchasini joyiga qo'yib qo'ysak. Bo'ldi tak. Hop o'rtoqlar, uy tayyor уже. Versagimni metga qo'yaman. Uygacha divanlar yo'qmi bizga? Divan kim yasab beradi bizga? Hidini ochib qo'yish, hid yangilanib tursin. Necha firma kimniki ekan? Metda ham qo'yib ketibdi. Mashinalarni ham buzib ovozsak. Men pazni ham buzib oddiy blok qo'yib qo'yaveramiz mana. Hamma xil tashlagan shekilli-da. Bo'ldi, zo'r o'rtoqlar. Eshik ochiq turaversin. Kechqurun bo'ldi o'shda. Merdolga borib kelaylik-chi. Tak. Bitta ham svit yo'qmi? Bor, bak. Boshqacha ekan. Tak, mer kirishgan ekanmi? Qani? Mer menda divan yo'qmi? Yo'q, menda chiqqan. O'zi mer bu. Nimadir o'rtoqlar mer. Nimadir bo'ldi o'rtoqlar, jinnimi bu men? Gapirish og'ang ko'rdilarmi? Cho'ta nimadir bor, cho'ta o'rtoqlar. Mayli qani. Ishqi bahay bosman uyga kiraylik. Tak. Kim bor? Tak. Hech kim yo'q bog'da ham. Katta bor ekan o'rtoqlar odam. Jiddilar qayerga yo'qolib qoldi? Stop. Voydi.
Kechqurun bir o'zi yurish ham qo'rqinchli bitta. Voy. Bu yerdayam yo'q. Bu yerdachi mana shu yerda bor ekan. Xo'sh, yetel, yaxshimisiz, jimsiz, ana menga yotib beraman. Yo'q, ochgin o'zingdan, yo'q, eshikda, bol. Nimaga undan gaplashyapsan? Uyingdan chiqma maslahatim. Tinchlikmi nima? Yo'q. Mayli, o'rtoqlar, nima bo'lyapti ularga? Jinni shikilli-chi, hozir. O'rtoqlar, bu yerda hamma qishloqlar jinni ekan shikilli. Bittasi ham yordam bermaydi. Bu yerda stop to'xtanglar. Hozir nimadir ko'rgandek bo'ldimmi? Yo, ko'zimga ko'rmadim. Ko'zimga ko'rinibdi. Endi tunda shunaqa o'tkazamanmi? Mayli. Jinni o'tiraychi. Qani bir gap bo'lar. Uxlab qolibman. Hammaga salom borlar. Bugun sizlar bilan Said Gamer. Betim yo'q. Ertadan muzdekgina. Muzdek ekanchi. Muzdekkina nimasi? U erta bo'pti-yu. To'xtanglar, men uxlayotganimda nimadir tiriq etdi-da pastimda shu. Nima? Ishtimi yo'q-ku uyimda. Sandiqda ham ish bola yo'q. Nima ekan undan? Haligi narsa. Mayli. Sichqonlar shekilli-da. Tak. Mer bilan so'rashib chiqaylikchi. Ertamatandan hech qaysi til tashqaridanmi so'rtoli. Bitta eshitdim ekan. Tak, men kirishga kiring. Assalomu alaykum mer. Alaykum assalom. Yaxshisan, yaxshi uxlab turdingmi? Ha, yaxshi uxlab turdim. Yaxshi turib oldingizmi o'zingiz? Ha, yaxshi. Kimlar bitta gap bilan chiqmoqchi edim-da oldingizga. Qanaqa gapir? Shu menga ish kerak edi. Pul topmoqchi edim. Shu qanday ish bu? Ishlamoqchimisan? Ha, ishlamoqchiman. Oldingdagi agarot bor, reshotkali. O'shanda ishlashing mumkin. Anavi? Ha, shuni. Hozirdan boshlayapmiz-da. Ha, boshla. Bo'pti, rahmat. O'rtoqlar, endi fermerchilik qilamiz biz ham. Ish topdik. Yaxshi, o'rtoqlar. Hop. Mana shu yerga qaraymiz ekan. Birinchi kun mayli qo'lda ham yo'lib turaveramiz, bizga hech balo qilmaydi. Suvga ham tushib ketganlar bor. Bitta uruq suvimizda ekan. Bo'ldi, tak, ekib chiqamiz yerlarni endi. Hoppa. Tak. Bo'ldi. Baqa tushib ketibdi. Hoppa, 28 ta pshenitsa deydimi? O'sha korchi. O'sha narsa chiqibdi. Yaxshi adashmasam 14 ta uruq. Menimcha yaxshi o'rtoqlar hozir. Keyingi kuni ko'ramiz qancha chiqarkan. Keyin taqqoslasak bo'ladi, yaxshimi yo'qmi? Adashmasam bularni merga boramiz. Hop, mana ular qaril o'sib ketgan. Ishitmas ekan. Tak, men assalomu alaykum. Agatimda chiqqan uruqlarni men olib keldim. Ha, sandiqqa qo'yib qo'yar. Mana. Hop, men plyus yo'qmisiz? Pulim endi keladi endi. Sizda ham? Da. Qanday sizda ham? Qanday sizga pul keladi? Sizlarga beradigan pulim bor, o'sha keladi. Ha, sandiqqa qo'yib qo'ydim, bo'pti, qarchi. Hop, yeyib qo'y. O'rtoqlar, birinchi tunimni ham o'tkazdim bu yerda. To'g'risini aytsam, qishloq uncha yoqmadi menga. To'g'risi. Jitli jin, nima bilmayman. Aytgancha o'zimga anaqa
anaqa topmoqchi edim. Xotin qurg'u nima edi? Kravat. Uning uchun qo'y o'ldirishimiz kerak. Da, qo'y o'ldiramiz. Ketdi. Qani qo'y? Cho'lda baribir qo'ylar yo'q. Shuning uchun bog'da bo'ladi. Cho'chqa harom. Bizga bo'lmaydi, nojita. Yana kim bor? Bolachalar o'ynayapti og'da. O'rtoqlar. Yana nima bor? Qo'y yo'q. Qo'y yo'qmi? Серьезно? Gilamda uxlaymanmi men? Qiyin o'rtoqlar, haqiqiy divan kerak. Gilamda uxlagim kelmayapti. Oho, necha bag'da ham yo'qmi? Oho, bag'da ham yo'q. Mayli, ketdik, gilamda uxlaymiz, boshqa yo'limiz ham yo'q. Yana qo'shnidan gilam so'rab turamiz endi majbur. Oho, metlarni o'sib ketgan qaranglar. Fermerlar qaramasmikan ajitellar. Eski qishlog'imda bular o'sib ketsa, mer qanchalik tashardi. Urush oshnam ketardi-ya. Qo'shni qayda ekan? Qo'shni adashmasam bitta eshikma yashamasa kerak. Kelsa aytaman-da. Oldim deb aytib qo'yaman-da. Bo'ldi. Mayli, 1-2 kun yozib turamiz. Keyin o'zimizga gilam olamiz va kompyuter ham va telefon ham. Pul ishlab yig'sam o'rtoqlar. Qilichni qo'yib qo'yamiz. O'rtoqlar, qilichlarni ham qo'yib oldim. O'rtoqlar, to'xtanglar. Xo'p o'rtoqlar, video shu yerda tugaydi. Birinchi qism tugadi. Endi nima qilyapsiz, bratim? Uyda shunday narsa kerak. Jinnimisiz, mendan so'ramasdan kiryapsiz? Kodini qilsangiz haloja shu. Maktabga ko'p bo'lasiz. Bor yo'q qani ko'rch. O'rtoqlar, videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirishdan chiqmasin. Video tugadi o'rtoqlar. Ikkinchi qism chiqishini xohlasanglar kommentariyaga qoldiringlar.